Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Saroy bozori kanali obunachilar. Mana bunday boqma buqa ishqibozlari bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Xudo xolasa Donyorbekka yangi partiya kelgan. Bir qator mollarni ko'rsatib o'taylik. Donyorbekdan batafsil ma'lumot olamiz, xudo xolasa. Obunachilar bomba variantlari. Aziz obunachilar, hafta kuniga dushanba 7-aprel 2025-yil. Xudo xolasa biz videoroliklarimizni boshladik. Obunachilar, hozir Donyorbek o'zlaridan batafsil ma'lumot olamiz. Donyorbek, sog'lig'ingiz oydimi? Va alaykum assalom. Rahmat, do'gashir. Olib kelib oldingizmi? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Donyorbek, bugunga nechi bosh? Bugunga 8 bosh. Kechagi kechqurunga yangi kelgandagi videodan nechta sotdingiz? 3 ta sotildi aka. 3 ta. Olalarni sotdingizmi, kattalarni? Gap yo'q. Omadingizni bersin, bozoringizni bersin. Bombalarni terib kelibsiz, ha? Ola variantlarini. Qorasini olib akkumulyatorda endi olasini ham akkumulyatorda. Hey, gap yo'q. Ikki mashinadan ketaveramiz, ha? Mana shu kattasidan boshlab ketaveraylikchi. Bu aka. Zo'r malaka lekin shu ham. Donyorbek, bo'ylari 21 chiqyapti aka. 21 chiqyapti, 20. 20 ga olishaveradi. 20 ga olishaveradi. Keyingilarchi? Biri 16, biri 15 ga olishsin aka. Biri 15, ha? Hop, bunisini narxi Allohga yakka-yakka. Yakka-yakka. Keyin optimga. Keyin optimga orada bir yengil ayliq bitasiz. 16 million 500 ming so'm ozgina xayrini qilib beraman. 16 million 500 ming so'm xayrini qilib berasiz. Ozgina xayrini qilib beraman. Keyingi olasiz. Bunisini narxi aka 16 million 200 ming so'm ozgina xayri bor. Ana shuni orqasini shunday baqa aliqinchi ko'rsataychi. Orqasi ham butun narsaga olsa. Ana o'ta baquvvatki. Molni eti balat ekanda. 16 million 500 ming so'm xayri bor dedingizmi? 16 million 200 ming so'm xayrini qilib beraman. 16 million 200 ming so'm xayri bor dedingizmi? O'sha narxni qaytib aytib turmasangiz, chalkash qolmasin deyman-da. Obunachilar. Ana keyingi olamiz aka. Bu ham o'ta zo'r narsa aka. Donyorbek firmani moli emasmi shu? Aka biz bozordan oldik. Bu 20 chiqyapti aka, bir 18 ga olishaveradi buni ham aka. Ha, bu necha chiqdi dedingiz? Aka buni bo'yi biri 20 chiqyapti, biri 18 ga olishaveradi aka. Biri 18 ga olishaveradi, ha? Biri 18 ga olishaveradi. Aka bu firmani moliga o'xshayapti. Ha. Galstein poroda bor-da, bunda bor-ku. Gibrid aka. Gibridda. Buni narxi aka 16 million so'm. 16 million so'm xayri bor. Xayri bor aka. 16,5 million, 16 million 200, 16 million so'm. 16,5 million, 16 million 200, 16 million so'm. Xayri bor. Gap yo'q. Keyingisi aka. Keyingisi. Poyez varianti, ha? Shvedka gibrid deymiz buni. Mana shu mol asli. Bitta pochcha bitta kella deyiladi. Ha, to'rtta pochcha bitta kella. Lekin mol yaxshi mol. Yaxshi mol. Donyorbek, siz qattiqroq gapirasiz, ha, haligi bo'lmasa. Abduloshim aka, mana yaxshi mol aka, gibrid. Yaxshi mol, ha. To'rtta kella, to'rtta oyoq, to'rtta pochcha bitta kella deydi. Ha, shunday. Aka bo'yi biri 10 chiqyapti buniki. Biri 10 chiqyapti. Biri 8 ga ham olishaveradi. Bo'y muhim emas. Bo'y muhim emas. Odam biladi, Ha. O'zi ajralib turibdi, obunachilar. Ko'p turishlar, xudo xolasa uzun. 16 million so'm ozgina kami bor aka. 16 million so'm xayri bor. Xayri bor aka. Lekin mol Gap yo'q. Baquvvat, kuchli mol aka. Baquvvat, uzun ekan, nihoyat uzun ekan. Keyingisi Eston. Bu ham o'ta zo'r narsa. Abduloshim aka biri 15 ga olishaveradi. Biri 15 ga olishaverar ekan, ha? Ha. Buni narxi ham qulay aka. Qulayini ayting, qulayini. 15 million 800 ming so'm emas, 15 million 700 ming so'm ozgina xayrini qiladi. 15 million 700 ming so'm xayri bilan. Keyingi olamiz aka. Keyingi olamiz. Obunachilar,
Oyoq qo'li uzun varianti. Voy, bir 18 chiqyapti aka. 1.18 chiqyaptimi? Gap yo'q, mashallah. Plyusga olishaveradi aka. 15 million 500 ming so'm olgan hayron. 15 million 500 ming so'm hayri bor, ha? Gap yo'q. Abduhoshim aka 1 2 3 4 5 6 ta yemlaydigan variant. 6 ta kattaroqlar, ha? Yem bermasa bo'laveradi, yemni ko'taraveradigan variant aka. Ha. 6 tasini bir joyga olaman degan aka bo'lsa aka, bitta optimiga bitta narx aytaman, Bitta, ha. bo'ladi aka. Mana o'spirinlar ham bor-da, ikkita bularni qo'shmay turib shuni aytib olayin aka. 15 million 700 ming so'mdan olsin aka, Toshkentgacha dastlabkasini qilib beraman. 15 million 700 ming so'mdan 15 million 700 ming so'mdan Toshkentgacha dastlabkasini qilib beraman 6 tasini aka. ha, Samarqandga kelishgan holatdami? Samarqandga kelishtirib beramiz, xudo xolasa aka. Mana vodiyga bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib kamini qilib beraman aka, 6 tasini. Vodiyga 15 million 700 dan ham kami bor. Kamini qilib beraman chiroyli qilib aka. Gap yo'q. Kommentariyani yoqib, like bosib, eshitmasin aka obunachilaringiz. Gap yo'q. Xudo xolasa bu bomba bo'ladi aka. Doniyorbek, keyingi ko'chatimiz 1.10 mi? 1.10, ha? Buni 5 plyusga olishaveradi aka. Biri 5 plyusga. Bo'y muhim emas. Muhimi narx aka. Muhimi narxi, to'g'ri. Abduhoshim aka, mashina narxini aka 14 million 200 ming so'mga ozgina hayron qilib beraman. 14 million 200 ming so'mga hayrini qilib beryapsiz, xudo xolasa. Keyingisi aka. Bu ham Eston yaxshi. Eston. Yerga yaqin narsa bo'ladi aka. Yerga yaqin narsa bo'larkan, haqiqat. Chiroyli ekan, sifati chiroyli ekan shu manozir. Bo'yi 1.8 chishyaptimi ham 1.5 ga olishadi Abduhoshim aka. 1.8 chiqib, 1.5 ga olishaveradi, ha? 5 plyusga olishaveradi, ikki o'yini ham. Ikki o'yini ham 1.5 plyusga. Ikkalasini bir joyga olsa aka 14 million so'mdan kamini qilib beraman chiroyli qilib aka. 14 million so'mdan kamini qilib berasiz. Gap yo'q. Hop. Adini narxini ham aytib qo'ying shuni. Narx aka 13 million 800 ming so'm. 13 million 800 ming so'm. 13 million 800 ming so'm bor, 14 million 200 ming so'm. Gap yo'q. Doniyorbek, hammasi bir joyga hisobi chiqqanmi? Hammasini bir joyga aka 15 million 500 ming so'mdan olsin, Toshkentgacha dastlabkasini qilib beraman. 15 million 500 ming so'mdan Toshkentgacha dastlabkasini qilib berasiz, ha? Dastlabkasini qilib beraman aka. Mollarni yeb ichishi aka, xudo xolasa zo'r. Bir hafta uylariga borgandan keyin sinab olishaveradi aka. Buni bonuslar, arqon nuqtalar bonus, ha, xudo xolasa. Arqon nuqtalar oxirigacha xizmat qiladigan haligi yaxshi. Rossiyskiy arqon nuqtalar, ha? Arqon nuqtalar aka. Xudo xolasa xizmatlarimiz aka imkon darajasida shu obunachilaringiz, klientlar uchun xizmat qilyapmiz aka. Xizmatingiz qulay bo'lsa, xudo xolasa, obunachilar laykda erishmaydi, olishda to'xtashmaydi, xudo xolasa, Doniyorbek. Qani? Telefon qilsin, iloji bo'lsa kelib ko'rib, tepasida savdosini qilib olsin. Menda ishlari bitmasa, mendan boshqasi ishlarini bitiramiz aka. Bo'ldi. Sizda bitmasa, sizni Kelishsin, hali bitta o'sha bolani o'ziga ovora bo'lib boramanmi degan o'y fikr bo'lib qolmasin. Kelishsin, mendan boshqa 15 tasida olib bor aka. xudo xolasa ishlari bitaveradi. Ishlari mendan bitmasa boshqasidan bitirib beramiz aka. Obunachilar mollarni oldi qismi. Вообще baqvat ekan, oldilari, kardallari, kuchli mollar. Keyin oldilarni video qo'yaman, shundan olib bitta yechib ko'rsataman aka. Bitta shuni yechalab, yechgandan keyin bir yetalab ko'rsatib qo'ymasangiz. Obunachilar 14 million 200 ming so'mlik molni oldi gardani. Nihoyatda chiroyli, tekis mol ekan. Stoykasi bor mol ekan. Eshitdingizmi, Doniyorbek? Obunachilar O'ta baquvvat aka. baquvvat mol ekan, haqiqiy chiroyli mol ekan. Obunachilar yerga yaqin yapaloq mol bo'ladi. Aka eng qizig'ini aytaymi? Eng qizig'ini aytingchi. Eng qizig'i kuragi. Kuragi bormi? Mashallah. Yemlaveradigan ekan, ha? Haqiqiy. Olib borib, xudo xolasa qurbanlikqa ham oz qoldi. Bitta shuni kuragi bor, ha? Bitta shuni kuragi bor aka. Ya qog'ozlarda ham bormi? Mana shunga bor. Obunachilar Sizlarga ham kelaveradi aka. To'laman. haqiqiy to'g'ri ekan, haqiqiy. Obunachilar molni gardanini ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Mol chiroyli, to'la mol. Molni uzunligini bir ko'ringlar, obunachilar.
uzun molda. Yapaloq, yerga yaqin mol bo'ladi. Buni Pachka bo'lib qoladi, xudo xolasa. ularga bu yemlaveraman degan akalar bo'lsa, aloqaga chiqishaveradi aka. Qurg'oqqa qo'yib olamiz, 3 kishi bo'lib. Dedik akalar bo'lib qoladi. Ha, xudo xolasa qurg'oqqa pachka bo'lib qoladi bu. Oqsa aka, xudo xolasa. O'ta go'zal ekan. Obunachilar, kanalda bardavom bo'ling. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Shu sizlarda paddishkalaring bo'ladi. Ozgina paddishka qilib olasizlar, xudo xolasa. Biz sizlarga shunday video yetkazib berishda bardavom bo'lamiz. Hammalaringga sog'lik, salomatlikda uchrashguncha deb qolamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Obunachilar, video yoqqan bo'lsa, bittadan kommentni chiroyli qilib yozib, bittadan like bosib qo'yasizlar. Hammalaringga sog'lik, salomatlikda uchrashguncha. Hammani chorvasi ko'payaversin, bo'ylar ko'paysin.